Bu ma'lumotni har bir haydovchi yaxshilab eshitib olishi kerak. Muzaffar, oxirgi paytlarda haydovchining haydovchilik guvohnomasi yoki ID kartasi yonida bo'lmagan holatda yo'l-patrul xizmati xodimiga MyGo platformasi yoki soliq idoralari ilovasi, elektron ilovasi orqali o'zlarini shaxslarini tanishtirishga harakat qilishyapti. Bu nechog'lik darajada to'g'ri? Xo'p, qarang. MyGo ilovasidan pravan, ya'ni haydovchilik guvohnomasini xodimlarga ko'rsatishlikka haydovchilarning haqqi bor. Lekin xodimlar ushbu holatda ularga jarima rasmiylashtirishga ham haqqi bor. Endi qanaqasiga deyishingiz mumkin. Amaldagi O'zbekiston Respublikasining yo'l harakati qoidalariga ko'ra, haydovchi o'zi bilan birgalikda haydovchilik guvohnomasini aslini olib yurishga majbur. Asli bo'lmaganda ID karta yoki biometrik pasport ushbu holatni istisno qiladi. Endi tomoshabinlar aytishligi mumkin. Vazirlar Mahkamasining 2024-yildagi 897-sonli qarori bor, ya'ni ijtimoiy kartani joriy qilish bo'yicha. Ushbu qarorda ichki ishlar organi xodimlariga ham elektron variantda taqdim qilsa bo'ladi deb huquq berilgan haydovchilarga. Bu qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsa, ushbu Vazirlar Mahkamasining 897-sonli qarori faqatgina haydovchilarga o'sha elektron hujjatlarga yuridik kuch berib, yana qo'shimcha huquq beryapti. U aslini taqdim qilishi shart degan majburiyatni inkor qilgani yo'q, bekor qilgani yo'q. Amaldagi qonunchiligimizga ko'ra, haydovchilar xodimlar to'xtatganda hujjatlarni aslini taqdim qilishlikka majbur. Asli bo'lmaganda, agar xodim rozi bo'ladigan bo'lsa, elektron variantini ko'rsatishligi mumkin. Ushbu holatda xodim agar aslini taqdim qilmaganda, ularga jarima rasmiylashtirishligi noqonuniy emas. Xo'sh, bu fikrga siz qanday qaraysiz? Foydali bo'lishi uchun videoni maksimal darajada tarqatib qo'ying.